Assalomu alaykum. Va nihoyat bugun sizlar bilan kitob iqtibos loyihasi 2-sonini boshlash arafasidamiz. Men hech o'ylamagandim, lekin kutmagandim. Juda ko'p holatda birinchisini boshlab qo'yib, ikkinchisiga urinish yoki umuman to'xtab qolish holatlari bo'lardi. Xursandmanki, ikkinchisini ham olish arafasidamiz. Bugun sizlar bilan tubdan burilish bo'ladi. Ya'ni ingliz tilidagi kitob tanlaganmiz. Bu kitob nomini aytadigan bo'lsam, The Almanac of Naval Ravikant deb nomlanadi. O'zbekcha tarjima qiladigan bo'lsak, Naval Ravikantning hikmatlar to'plami desak, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Qo'llanmasi desak, menimcha o'zbekchaga to'g'ri tarjima qilgan bo'lamiz. Bu kitob ingliz tilida juda ko'p so'zlarni ayrim qismlarida o'zbekchaga to'g'ri tarjima qilishga harakat qilaman, lekin ba'zi bir holatlarda balki noto'g'ri ketib qolishi mumkin. Shuning uchun avvaldan uzr so'rayman. O'zim bilganlarimga ko'ra ingliz tilidagi shuni tarjima qilishga o'zimcha harakat qilib ketaman. Va ayrim so'zlarni inglizcha ishlatishga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu tarafdan ham rozi bo'lasizlar. Shuning uchun ingliz tilini o'rganishni sizlarga ham tavsiya qilaman. Juda ko'p kitoblar tavsiya qilinadi, qachonki u kitoblarning foydaliligi tasdiqlansa. Ya'ni yon atrofimizdagi yaqin insonlarimiz yoki biz muvaffaqiyatli deb o'ylagan insonlarimiz, hurmat qiladigan insonlarimiz tavsiya qiladi. Ya'ni o'zi o'qib chiqadi, keyin tavsiya qiladi. Bizgacha yetib keladi. Ya'ni shu kitob bor ekan, shuni o'qish kerak ekan degan narsa bo'ladi va keyin o'qishni boshlaymiz. Shuning uchun birinchi bo'lib o'qishni xohlasak, tilini bilganimiz ma'qul. Bo'lib ham ingliz tili jahon tili bo'lganligi uchun juda ko'p adabiyotlar ingliz tilida mavjud. Ingliz tilini qayerda o'rganayapsizlarning Unity'da tavsiya qilaman. Shu joyda reklama ham ketdi. Xo'p, demak boshladik. Naval Ravikant o'zi kim? Bu kitob haqida. Bu kitob Naval Ravikant degan hindistonlik, asli hindistonlik, keyinchalik Amerikaga ko'chib o'tishgan oilalari bilan yoshligida shu inson ekonomist, investor va computer science, ya'ni dasturlash bo'yicha, ya'ni kompyuter ilmlari bo'yicha ham mutaxassis bo'lgan inson haqida. Bu insonni o'zi yozmagan kitobda, ya'ni o'zi haqida o'zi kitob yozmagan. Bu kitobni boshqa bir inson kitob holatiga keltirgan. Aynan nimalar asosida? U insonni Twitterlari, ya'ni blogdagi postlari, turli intervyulari, bundan tashqari podkasti bor, podkast o'tkazadi. Shu podkastlari shu bo'yicha barcha resurslarni jamlagan holatda bitta kitob holatiga va mavzulashtirilgan holatda kitob holatiga keltirishgan. Aynan shu kitob haqida gaplashamiz. Bu kitobda mengacha yetib kelishiga sabab bo'lgan faktor bu Aziz Rahimov o'zlarining podkastlarida 2025-yil uchun 3 ta kitob nomli podkastlarda shu kitobni aynan ta'kidlab o'tganlar. Shuning uchun ham men o'qishga kirishdim va qiziqarli deb topdim. Bitta o'qishda o'ziga jalb qildi. Shuning uchun yana bir marta o'qib chiqqan holatda keyingi ikkinchi kitob iqtibosimizga shu kitobni tanlashga qaror qildik. Qisqacha kitob haqida shular. Birinchi bo'lib biz o'tgan galgi sonimizda kitobning avtoriga urg'u bermaganmiz, ya'ni avtori haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumot bermaganmiz, lekin bu videoda endi yaqinlarimizdan ham tavsiya bo'ldi, kitobni avtori haqida ham ma'lumot ketsin degan ma'noda. Shuning uchun ham birinchi bo'lib Naval Ravikant kim? 1974-yilda Hindistonda tug'iladi. Juda qiyin oilada, yoshlik chog'larida oilasi bilan immigrant sifatida Amerikaga ko'chib kelishadi. Ularning oilasi juda qiyin hayot kechiradi, ya'ni immigrantlar xuddi qochoq singari hayot kechirishgan va bo'lib ham yoshligida otasi bilan onasi ajrashib ketishadi. Onasini o'z qo'lida katta bo'ladi. Ya'ni onasi ishlaydi. Shu qiyinchiliklarni ko'rib katta bo'lishadi va ularda asosan onasi ishga ketgan paytda farzandlari uyda qolishadi. Uyda qolib vaqt o'tkazishadi, qarovsiz bo'ladi. Ya'ni shu holatda hayot kechirishgan va shuning uchun ham juda ko'p aksariyat vaqtlarini maktabdan kelib qaysidir faoliyat bilan
o'zlarini hobbilari bilan yoki bir zerikmaslik uchun hobbilari bilan shug'ullanishgan va yoshligida uning asosiy hobbisi kutubxonalarda kitob o'qish bilan bo'ladi. Maktabdan keladi, uyda hech kim yo'q, ya'ni kichkina bola, uyda hech kim yo'q, kitoblar bilan o'rtoq bo'ladi. Kitob o'qishni yaxshi ko'radi, shu asosida voyaga yetadi va juda ko'p muvaffaqiyatli insonlarning hayotiga qaraydigan bo'lsak, ularda asosiy yoshlik faoliyati, oilasi juda qiyinchilikda katta bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun ham ayrim holatlarda qiyinchiliklar insonda juda katta tarbiyalaydi va juda muhim bo'lgan ko'nikmalarni o'rgatadi. Bu insonning hayotida ham xuddi shu o'xshashlikni ko'rish mumkin. Juda qiyinchilikda katta bo'lishgan va 14-15 yoshlarida ishlashni boshlashgan. Birinchi kasbim deb aytadi kitobda. Birinchi kasbi catering xizmati, ya'ni ma'lum tadbirlar o'tkazishga ovqat yetkazib berish xizmati. Shu faoliyat bilan shug'ullanishgan, shunaqa kompaniyada ishlagan. Birinchi kasbim edi. Undan oldin kafelarda idish yuvish, shu kabi ishlarni qilib pul topgan. Shunaqa qiyinchilikni ko'rib katta bo'lishgan va kitobda biografiya qismida keladi. Bitta Amerikadagi nufuzli bo'lgan maktabga kirish oqibatida uni hayotida tubdan o'zgarish bo'ladi. U maktab esa boshqa nufuzli bo'lgan oliygohlarga nom jihatdan nomdor bo'lgani uchun sabab bo'ladi kirib, o'qib, faoliyat qilishlikka. Naval Ravikantni asosiy o'qish yo'nalishlari economics va iqtisodiyot va computer science, ya'ni kompyuter ilmi bo'lgan va keyinchalik startaplar qilishgan. Aynan kompyuter ilmi bo'yicha startaplar qilishgan va bizda Silikon vodiysi, ya'ni barcha startaplarda mamlakati bo'lgan, vodiysi bo'lgan Silikon vodiysida shu startaplarni amalga oshirishadi va hozirgi kunda investor va yil investori deb turli unvonlarni olgan, ya'ni investitsiya jihatidan turli xil yil nomlari, ya'ni nomdori bo'lib tanilgan. Umumiy ma'lumotlar shulardan iborat, aynan Aftermath kitob qahramoni bo'yicha. Endi kitob nima haqida deydigan bo'lsak, bunda biz yana bir narsani unutmang, Naval Ravikant faylasuf, ya'ni zamonaviy hozirgi zamonimizning faylasuflaridan, filosoflardan, ya'ni turli qarashlari, hikmatli so'zlari bilan, tweetlari bilan, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi tweetlari bilan mashhur. Va aynan shu tweetlari nimaga aloqador, ya'ni boylik va baxtga aloqador bo'lganlarini kitob holatiga keltirilgan va aynan shu kitobimiz ham aynan Naval Ravikantni boylik va baxtga bo'lgan qarashlarini aks ettirgan. Demak, biz bu kitobni 3 ga bo'lgan holatda gaplashamiz. Boylik haqida, baxt haqida va oxirgisi yoshlarga tavsiya, ya'ni kitobda yakuniy qismida hozirgi shu karyera boshlash arafasida bo'lib turgan yoshlarga o'zini muhim bo'lgan tavsiyalarini keltirib o'tgan. Demak, boshladik. Birinchisi boylik haqida. Men boylik va baxt haqidagi ikkalasida ham meni e'tiborimni tortgan narsa bu boy bo'lish ham, baxtli bo'lish ham bu o'rganiladigan ko'nikma. Ya'ni biz qaysidir biz yoqtirgan holat bo'ladi, baxtli bo'lib qolmaymiz yoki bir ish to'satdan amalga oshadi, balki kamdan kam holatda bo'lishi mumkin, lekin aksariyat odamlarda unday emas. Ya'ni to'satdan biror bir voqea bo'ladi, boy bo'lib qolamiz. Yoki ko'p ishlaganimiz uchun boy bo'lib qolamiz yoki ko'p maoshli ish topganimiz uchun boy bo'lib qolamiz. Ya'ni bu to'satdan keladigan narsa emas. Lekin ayrim istisnolari bor, albatta. Kimdir oilasi boy bo'lishi mumkin, shu oilada tug'ilishi mumkin yoki boshqa bir holatlar bo'lishi mumkin, lekin aksariyatini olganda biz shunchaki omadimiz kelib boy bo'lib qolmaymiz. Albatta sabablarni keltirish kerak. Shunga to'g'ri kelar ekan, boy bo'lish ham,
baxtli bo'lish ham demak o'rganiladigan ko'nikma. Ya'ni biz boy bo'lishni ham qaysidir ilmini bilishimiz kerak, ya'ni o'rganishimiz kerak. Xo'p, bunda birinchi bo'lib keltiriladigan narsa biz specific knowledge, ya'ni ma'lum bir sohani, ya'ni ma'lum ilmini o'rganishimiz kerak va bunda biz eng zo'ri bo'lishimiz kerak. Birinchi unsur sifatida men o'zim tanlab oldim, lekin juda ko'p unsurlarni sanab o'tilgan. Shularning ichida, ya'ni biz ma'lum soha yuzasidan spesifik, ya'ni maxsus bilimlarni egasi bo'lishimiz kerak degan talabni qo'yadi. Aynan shu boy bo'lish uchun. Bu bitta faktorlardan biri. Biz yon atrofimizga qaraydigan bo'lsak, juda ko'p insonlar, biz o'zimizcha boy deb o'ylagan insonlar o'zlarining ishini ustasi. Bu jihatdan ham bu juda hamma tan oladigan faktor. O'z ishini ustasi bo'lish kerak va lekin o'z ishini ustasi, ya'ni shunday maxsus bilimlar kimlardir tomonidan odatda o'rgatilmaydi. Maktablarda o'rgatmaydi yoki universitetlarda o'rgatmaydi, balki ular o'rganiladi. Menimcha, mening fikrim bu holatda hozirgi uchrayotganim, ya'ni shogird sifatida tushadi. Avvallari ham ustoz shogird an'analari juda katta e'tibor berilgan shu munosabatlarga. Hozirgi kunda odatda bu munosabatlarni ko'rmaymiz, lekin bitta sohani zo'r ilmini olish shunchaki maktab yoki universitetlarni tugatish yoki kurs tugatish bilan bo'lmaydi, balki aynan o'sha mutaxassislar bilan ustoz shogird munosabatlarini qurish bilan o'rganiladi. Ya'ni bir yerda o'rgatilmaydi, balki o'rganiladi. Ikkinchisi, ya'ni boy bo'lishga sabab bo'ladigan faktorlardan yana bittasi bu mas'uliyat. Juda ko'p ish joylarida, xususan men o'zim ishlayotgan joylarda ham e'tibor berib qaraydigan bo'lsam, boy bo'lish, ya'ni yaxshiroq pul topish deylik. Yaxshiroq pul topish bu mas'uliyatni ko'proq olish. Ya'ni sizni qiladigan harakatlaringiz, sizni vazifalaringiz sizga ko'proq mas'uliyat beradi. Ya'ni kim ko'proq maosh oladi, kim ko'proq mas'uliyat olsa. Aynan mas'uliyatga bog'liq. Kimdirlar ko'p ishlar qilishi mumkin, og'ir mehnatlar qilishi mumkin, lekin unda ko'p mas'uliyat bo'lmaydi. Shu tarafdan o'ylaydigan bo'lsak, juda ham to'g'ri va asosli. Albatta yaxshiroq topish uchun albatta mas'uliyatni ko'proq olish kerak bo'ladi. Va bundan tashqari yana bir faktor bu aynan biz spesifik ilmlarni oldik va mas'uliyatni ham o'z gardanimizga oldik. Biz aynan mana shu vazifalarimizga fokus qarata olish, ya'ni bor fokusimizni shu ishimizga qaratish. Juda ko'p holatda shaxsan o'zimda ham vazifalar qilish jarayonida fokus chalg'ish bo'ladi. Ayrim muammolar bo'lishi mumkin, oilaviy har xil holatlar bo'lishi mumkin, ishga ta'sir qiladi yoki boshqa bir narsalarga chalg'ish bo'ladi. Kun oxirida qilgan ishlar ro'yxatini qarasa, o'zini asosiy bo'lgan vazifalariga u qadar aloqasi yo'q, o'rtacha bo'lgan vazifalarga ko'proq vaqt ketib qolganini odam bilmay qoladi. Shuning uchun ham biz birinchi bo'lib asosiy vazifalarimizni qo'yishimiz kerak, birinchi planga va shularga fokusimizni qaratishimiz kerak. Fokus hozirgi kunda eng kamyob narsalardan biri. Men o'zimni holatimdan ham kelib chiqib gapiryapman, chunki bizni fokusimizni oladigan narsalar juda ko'p. Va hamma insonlarni fokusini olishni o'z oldiga maqsad qo'ygan. Barcha reklamalar, barcha gadjetlar, telefonlar, barcha programmalar hamma bizni fokusimizni o'ziga qaratish uchun harakatda. Shuning uchun fokusimizni chalg'itmasdan harakat qilish juda qiyin bo'ladi. Uchinchi men tanlab olgan faktor fokus. Va fokus qilganimizdan keyin biz yana bir faktor bor, bu judgment deyiladi. Ya'ni
Judgment bu farosat desak ham bo'lar ekan o'zbek tiliga tarjima qilganda. Ya'ni uzoqni o'ylagan holatda qarorlar qabul qilish, fikr yuritish. Bu qachon bo'ladi? Biz qachon o'ylaymiz? Qachonki biz bo'sh vaqtimiz bo'lsa, o'ylashga vaqtimiz bo'lsa, o'ylaymiz. Va shuning uchun ham kitobda aytiladiki, ayrim kunlarni, ya'ni hech nima qilmasdan o'tkazish yoki shunchaki sayr qilish. Odatda inson xayoli zerikkanda, ya'ni inson zerikish hissi bo'lgandan keyin boshqa bir narsalarni o'ylashga, shunchaki xayol surishga imkon bo'ladi. Shuning uchun ham biz uzoqni o'ylagan holatda fikr yuritishimiz uchun avvalambor fikr yuritishga vaqtimiz bo'lishi kerak va fikr yuritish uchun qulay fursat bo'lishi kerak. Qulay fursat albatta zerikkanda yoki shunchaki qolipsiz, to'siqlarsiz o'ylash yoki xayol surish, shunda menimcha yuzaga keladi deb aytiladi. Va yana bir narsa, bir gap keladi kitobda. Biz juda ko'p vaqtimizni busy life, ya'ni juda band bo'lamiz. Qaysidir ishlar bilan doimiy band bo'lamiz. Ko'p ishlashga harakat qilayotgan bo'lamiz, lekin o'zi aslida teskarisi bo'lishi kerak edi. Biz ko'proq o'ylashimiz kerak edi va kamroq ishlashimiz kerak edi. Ya'ni vaqting bilan pul topma, ya'ni vaqting bilan pul topma, balki san aqling bilan pul top degan bir iqtibos ham keladi. Aynan shunga mos keladi. Warren Buffett gapiriladi kitobda. Warren Buffett yillar davomida bir qaror haqida o'ylaydi, bir kunda amalga oshiradi. Xuddi shu kabi biz doim band bo'lsak, bu biz samaralimiz degani emas. Shuning uchun ham biz o'ylashga, uzoqni o'ylashga, shu kabi fikrlashga harakat qilish kerak. Bitta ishni qanday qilsam yaxshiroq qilgan bo'laman, shu yuzasidan fikr yuritishga ko'proq vaqt ajratish kerak va qilishga shunda o'zidan tabiiy kamroq vaqt ketadi. Va boylik bo'yicha juda ko'p gapirilsa bo'lar ekan, juda ko'p faktorlarni aytib o'tilgan. Bu endi o'zingiz o'qiganda ko'rib olasiz. Vaqtimiz cheklangan, shuning uchun navbatdagi ikkinchi qismga o'tamiz. Bu baxt tushunchasi. Baxt juda murakkab tushuncha va juda ko'pchilik savol beradigan, baxtli bo'lish, qanday baxtli bo'lsa bo'ladi degan savollar juda ko'pchilik beradi. Avval boshida aytib o'tganimdek, baxtli bo'lish ham o'rganiladigan ko'nikma. Biz shunchaki biz xursand bo'ladigan narsamiz bo'lishi bilan baxtli bo'lib qolmaymiz. Baxtli bo'lishni o'rganishimiz kerak. Bunda kitobda adashmasam birinchi faktor sifatida keladi. Birinchi mavzu tekstida baxtli bo'lish bu bizni tanlovimiz, ya'ni biz tanlagan narsa va o'rganiladi. Baxtli bo'lishni inson o'zi tanlaydi. Shu jihatdan biz demak baxtli bo'lishni tanlashimiz va o'rganishimiz kerak. Qanday baxtli bo'linadi? Juda ko'p holatda biz hayotimizdagi qilayotgan ishlarimizga qaraydigan bo'lsak, o'zimiz o'rganib qolgan odatlar bo'ladi. Bu bizni baxtsiz bo'lishga olib boradi. Misol uchun, juda ko'p vaqtimizni telefonda o'tkazamiz. Qisqa muddatda biz o'zimizga yoqadi, ya'ni o'zimizcha dam olayotgan bo'lamiz va uzoq muddatda o'ylaganimizda, uzoq muddatda, ya'ni keyinchalik bilintiradi, bizni kayfiyatimizga ta'sir qilgan bo'ladi. Bizni energiyamiz olib qo'ygan bo'ladi. Keyinchalik shu ta'sirlarni bilamiz. Demak, yana bir faktor sifatida keltirilgan narsa baxtli bo'lish, bu baxtli bo'lishga olib boradigan odatlarni jamlanmasi yoki baxtsiz qilishi mumkin bo'lgan odatlarni yo'q qilish. Bu birinchisi, misol uchun gadjetlarga, videolarga ketadigan vaqt, shunchaki shortslarni ko'rib o'tirish bo'lishi mumkin. Bu gap o'zimga ham tegishli. Shularni aynan yo'qotish odatini shakllantirish yoki bo'lmasam energiya beruvchi sport bilan shug'ullanish, shu odatni doimiy yo'lga qo'yish. Bu sizni kun davomida kayfiyatingizga ta'sir qiladi. Bu esa
borib natija, ya'ni baxtli bo'lishga omil sifatida xizmat qiladi. Va baxt bobida keladigan yana bir muhim ko'nikma bu hozirgi vaziyatda yashash. Ya'ni biz juda ko'p holatda hozir bilan yashamayotgan bo'lamiz. O'tib ketgan yomon holatlarni o'yi bilan hozirgi bo'layotgan holatimizga fokusimizni qarata olmaymiz. Ya'ni o'tib ketgan yomon hodisalar bo'lishi mumkin, ba'zi bir voqealarni o'ylagan holatda hozirgimizni ham yutqizamiz. Yoki bo'lmasam kelajakda bo'ladigan narsalarga qo'rquv yoki boshqa bir holatlarni o'ylagan holatda hozirimizni yutqizamiz. O'ylab qaraydigan bo'lsak, o'zimiz ishimiz jarayonida ham bilinadi. Ish qilyapmiz, boshqa xayollarimiz boshqa bir narsada bo'lishi mumkin. Shu holatlarni inobatga olgan holatda bu sizni moodingizga ta'sir qiladi. Ya'ni hozirgi qilayotgan ishingizni ham zo'r qila olmaysiz va bu hozirgi holatingizdan maksimal foyda yoki maroq ololmayotganingizni oqibati bo'ladi. Ololmaslik sababi bo'ladi. Ya'ni doim hozir bilan yashash kerak bu yuzasidan. Ya'ni o'tgan voqealarga nisbatan achinish yoki afsus bilan, albatta bu ham bo'lishi kerak, lekin hozirda yo'qotib qo'yishga sabab bo'lmaslik kerak. Va navbatdagi iqtibos bu kitobimizdan bizni xohishlarimiz ularga erishgunimizgacha baxtsiz bo'lishga rozilik shartnomasi deyiladi. Juda murakkab tarjima qilib oldim. Desire is a contract you make with yourself to be unhappy until you get what you want. Ya'ni biz xohishlarimiz shunaqa shartnomaki, o'zimiz bilan qilgan shartnoma, o'sha xohishimizga erishishgacha bo'lgan vaqt mobaynida biz baxtsiz bo'lamiz. Shunga rozimiz. Kitobda shuni davomida keltiriladiki, biz xohishlarimizni ham nazorat qilishimiz kerak. Juda ko'p holatda nimani ko'rsak, kimda yaxshiroq narsani ko'rsak, kimda qimmatroq, jozibaliroq biror bir narsani ko'rsak, doim uni egasi bo'lishga, ya'ni uni olishga xohish tug'iladi. Tabiiy tug'ilishi mumkin juda ko'pchiligimizda. Kimdadir mashina bo'lishi mumkin, kimdadir chiroyli uy bo'lishi mumkin yoki zo'r mansab bo'lishi mumkin. Shularni xohishi bizda ham tug'iladi, tabiiy bo'ladi. Kitobda keltiriladiki, aynan shu narsalarni inson nazorat qilishi kerak. Ya'ni hamma narsani ham xohlamaslik kerak. Xohishlarning kamligi sizni halovatliroq, osonroq hayot kechirishga va oqibatda oson baxtli bo'lishga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham hamma narsani ham xohlayvermaslik kerak bo'ladi. Shunga ham e'tiborli bo'lish kerak va xohishlar yuzasidan alohida filtr qo'yishimiz kerak bo'larkan. Va yana bir jihat bu o'zimizda ham juda ko'pchilik ustozlar aytishadi, qabul qilishni bilish kerak. Ya'ni mavjud vaziyatga rozi bo'lishni inson bilish kerak, tan olishni bilish kerak. Juda ko'p vaziyatlar bo'ladi, biz ta'sir o'tkaza olmaymiz, biz o'zgartira olmaymiz. Misol uchun narx oshishi bo'lishi mumkin, svetlar oshishi mumkin bo'lishi mumkin, balki yomg'ir yog'ib olishi, qor yog'ib olishi bo'lishi mumkin. Shunaqa biz umuman ta'sir doiramizda bo'lmagan vaziyatlar bo'ladi. Biz ularni ham o'zimizga olamiz ayrim holatlarda. Ta'sir qiladi bizga. Ya'ni xohishlarimiz bo'ladi, ularni bo'lmasligi. Yomg'ir yog'mas edi yoki bugun issiq bo'lmas edi degan narsalar bo'lishi mumkin. Aynan shularni ham nazorat qilish kerak bo'ladi, ya'ni qabul qilish kerak bo'ladi. Biz o'zgartira olmaydigan narsalar bor va shular borligini bilishimiz kerak va shunga nisbatan qabul qilishni ham bilish kerak. Ya'ni happiness is in acceptance, ya'ni boricha qabul qilishda. Va bir kitob o'qigandim, adashmasam pokistonlik nima bor, avtor bor edi.
hozir iqtisod fanlari bo'yicha islomiy moliya yo'nalishida Muhammad Taqiy Usmoniy hazratlarining bir kitoblari bor edi. Muammolar va ularga yechimlar, adashmasam qisqacha kitobning nomi shunday edi. Shunda ham alohida keltiriladi. Ya'ni insonlardan kutma. Ya'ni insonlarni boricha qabul qil. Shundagina yaxshiroq, baxtliroq yashaysan degan ma'noda ham jumlalar bor edi. Shu esimga tushib ketdi. Va baxt borasidagi oxirgisi bu hasad. Juda ko'pchilikda bo'lishi mumkin. Ya'ni yon atrofimizdagi yaqinlarimiz yoki tanishlarimiz yaxshi narsaga erishgan, yutuqlarga erishgan bo'lishi mumkin. Nimaga aynan menda yo'q yoki ayrim holatlarda unda yo'q, menda bor bo'lishini xohlash hissi menimcha juda ko'pchilikni qiynaydi. Shunaqa holatlarda avtor ham aytadiki, bunaqa holatlarda men bitta yechim topganman. Bu yechim shunaqa holat bo'lganda, ya'ni kimnidir boyligi bo'lishi mumkin, yaxshi kasbiga havas qiling. Shunga havas qilishi mumkin. Ya'ni o'zida yo'qligidan xafa bo'lishi mumkin. Aynan shunaqa holatlarda uni boshqa jihatlarni ham inobatga olish kerak. Ya'ni sen u insonni bo'lmoqchimisan, ya'ni u insonni o'rnida bo'lmoqchimisan. To'liqligicha u inson bo'lishing kerak. Oilasi ham xuddi uni oilasidek, o'rtoqlari ham xuddi uni o'rtoqlaridek, akasi ham, ukasi ham yoki qaysidir ishlari yoki hobbilari, ya'ni to'liqligicha u inson bo'la bo'lmoqchimiding degan savol tug'iladi. Tabiiyki unda inson hech qachon u inson bo'lishni xohlamaydi. Ya'ni ma'lum sohada yutuqlar bo'lishi mumkin, lekin juda ko'p taraflama siz yoqtirmaydigan taraflar bo'ladi. Balki maqtanchoqdir, balki dangasaroqdir, balki unda yo'q bo'lgan narsa sizda bordir. Misol uchun sog'liq masalalari, salomatlik masalalari, kimdir ko'zi yaxshi ko'rmas yoki kimdir bitta qo'li yo'qdir. Ya'ni juda ko'p kamchiliklar bor, biz xohlamaymiz u inson bo'lishlikni. Kitobda aytiladiki, aynan shu taraflarni o'yla. Sen to'liqligicha u inson bo'larmiding degan savolni berishdi va shu orqali hasadni yoki envy deydi, inglizcha adashmasam hasad. Shu narsani yo'qotishga bo'lgan muolaja sifatida shu narsani keltirib o'tadi. Kitob haqida qisqacha shular va oxirgi sizlarga aytmoqchi bo'lgan 3-chi narsa, ya'ni karyerasini endi boshlayotgan yoshlarga bo'lgan tavsiyalar bobida shu 3 ta narsa keltiriladi. Ya'ni hozirgi yoshlarga nima tavsiya qilgan bo'lardingiz muvaffaqiyatga erishish uchun? Bu narsa 3 ta so'z. Qayerda, kim bilan va nima qilish. Ya'ni 3 ta narsaga juda katta e'tibor berish kerak. Qayerda ishlash, ya'ni qayerda yashash, ishlash, kimlar bilan ishlash, kimlar bilan bo'lish va nima ish qilish. Shu 3 ta narsaga juda katta e'tibor berib, juda ko'p vaqt sarflash kerak. Va shundagina keyingi bo'ladigan proses yaxshi, muvaffaqiyatli bo'ladi degan gapni aytiladi. Biz juda ko'p holatda qayerda ishlash yoki yashash yoki kimlar bilan ishlash, bu narsalarga deyarli umuman vaqt ajratmaymiz. Lekin keyingi jarayonlar haqida juda ko'p o'ylanamiz. Ish jarayonidagi bo'ladigan holatlar, nima ish qilayotgan bo'lsak, o'shunga oid bo'lgan holatlar yuzasidan juda ko'p muammolarga yoki savollarga o'ylantiradigan holatlarga duch kelamiz. Lekin aslida biz juda ko'p vaqtimiz va energiyamizni sarflashimiz kerak edi. Qayerda, kimlar bilan va nima ish qilish bo'yicha juda ko'p o'ylanishimiz, izlanishimiz kerak bo'lsa, yillar vaqtimizni ketkazishimiz kerak edi deb aytiladi. Shuning uchun ham eng katta yoshlarga bo'ladigan tavsiya sifatida kitobda shu narsani keltirilgan va oxirgi gap sifatida shuni aytib o'tmoqchiman. Kitobda keltiriladiki, avtor aytadi, men o'zimni mentorimni hech ko'rmaganman, uchrashmaganman. Ko'rmaganman emas, uchrashmaganman. O'zim
eng buyuk deb biladigan o'zim bo'lishni xohlaydigan mentorim bilan, ya'ni ustozim bilan hech ko'rishmaganman va men u bo'lishni juda ko'p xohlaganman. Lekin uni menga bo'lgan meseji, aytgan gapi: "Sen o'zing bo'l, faqat g'ayrat, shijoat bilan." Ingliz tilida "Be yourself with passionate intensity" degan maslahatni aytgan ekan. Ya'ni men bitta insonga havas qilardim, juda ko'p undan u bo'lishni xohlardim. Lekin uni menga aytgan gapi: "Sen o'zing bo'l, faqat g'ayratli, shijoatli bo'l" degan iqtibosi keladi. Bugungi sizlar bilan bo'ladigan kitob iqtibosida navbatdagi ikkinchi soni yakuniga yetdi. O'ylaymanki bu kitob sizlar uchun ham qiziqarli bo'ldi. Boshida aytib o'tganimdek, ingliz tilini o'qish sizlarga foyda beradi. Shuning uchun Unity'da o'qishni tavsiya qilaman. Hammaga rahmat. Shu bilan ikkinchi soni yakuniga yetdi. Sog' salomat bo'linglar.